Yo, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Forex Babagam. Bugun Babag uchun eng arzon va eng sifatli, eng udachli bo'lib chiqqan Androidlarni ko'rib chiqamiz. Hop, bu Androidlarni eslatib qo'yaman. 60, 90 va 120 FPS ochadi. Top uchtasini ko'rib chiqamiz. Agar videoda qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Men boshdan sizlardan uzr so'rab qolaman. Agar video yoqsa, obuna va like bosib qo'ysanglar, xursand bo'lgan bo'lardim. Mani orzuyim 1000 ta podpисчикka chiqish. Hop, unda ushlab o'tirayman, qani boshladik. Hop, bolalar, unda birinchi smartfonimiz bu hamma bilgan va hamma kutgan Xiaomi Poco X3 Pro. Xiaomi Poco X3 Pro o'zini davrini bilsanglarga legendalardan bo'lgan. Chunki bu to'laqonli 60 FPS ga ochib qo'llab-quvvatlab beradi. To'laqonli 60 FPS o'tganim sababi tepadan maksimum grafikalarga olsanglar ham, ularda ham 60 FPS ochib beradi. Buni bilan sizlar mazax xuddi iPhone da o'ynaganday bo'lasizlar. Hop, uni xarakteristiklarga o'tamiz. Buni ekrani amaliyot 120 Hz va uni batareya sig'imi 5160 mAh. Bu batareyasi bilan bemalol sizlar public o'ynaysizlarmi yo turnir o'ynaysizlarmi, 3-4-5 soatlab bemalol qotmasdan o'ynasanglar bo'ladi. Va bu smartfonning protsessori Snapdragon 870. Bu protsessor juda ham haligacha o'zini kuchi bor, haligacha aktualniy, mo'shli va bu protsessor bilan bemalol TDM turnirlarga kirsanglar bo'ladi, chunki zaryadlar cho'tki bo'ladi. Batareyasi bilan esa klassik turnirlarga bemalol qatnashaversanglar bo'ladi. So'ng oxirida qolib odamlar ko'p bo'lib ketganda ham uncha qotishlar bo'lmaydi. Hop, endi aytadigan bo'lsam, maslahat beradigan bo'lsam, bu smartfonga обязательно bolalar bitta kuller olasizlar. Chunki kuller olmasanglar bu smartfon portlab ketib qolishi mumkin. Va Toshkentda bu smartfon narxi $120 dan $220gacha bo'lyapti. Aslan shahringlarda plus minus qimmatroq yo arzonroq bo'lishi mumkin. O'zingizga qarab olaverasizlar. Hop, unda bolalar keyingi smartfonga o'tiramiz. Unda keyingi smartfonga o'tadigan bo'lsak, keyingi smartfonimiz Xiaomi Poco X4 GT. Xiaomi Poco X4 GT xarakteristikalariga o'tadigan bo'lsak, bu telefonimiz batareya sig'imi 5080 mAh. Bu batareya bilan bemalol 3,5-4 soatlab PUBG o'ynasanglar bo'ladi. Hop, bu smartfonimizda keyin 67 vatli super charjingi bor. Bu super quvvatlashi bilan sizlar bemalol 45-46 minutda 0 dan 100 gacha to'ldirsanglar bo'ladi. Men o'ylashim bo'yicha cho'tki statistika. Hop, bu smartfonimizda lekin bolalar yaxshi tomoni ham, yomon tarafi ham bor. Yaxshi tomoni yana aytadigan bo'lsam, bu smartfonimizda ekran yangilanish tezligi 144 Hz bo'lib turib, bu juda ham tez ishlaydi. Hop, ham bu smartfonimizda protsessori dunyo bo'yicha kuchli protsessorlardan MediaTek Dimensity 8100. Bo'ldi, ezvordi, o'zimiz tilda tushuntirib deydigan bo'lsanglar, o'zimizning tilda PUBG'da bemalol 90 FPS ochib beradi. Men o'ylashim bo'yicha eng yangilanishlar kelsa, unda 120 FPS ham qo'llab-quvvatlaydi. Hop, yomon taraflariga o'tadigan bo'lsak, men bir xil tanishlarimdan eshityapman. Что bu telefon to'laqonli 90 FPS ochmayapti. PUBG'dan 90 FPS chiqsa ham, lekin xuddi 60 FPS ishlaganda ishlayapti deb aytishyapti. Lekin men o'zim YouTubedan ko'rsam, bir xil ruslar shuni to'g'rilashni o'rgatyapti. Men o'ylashim bo'yicha bemalol sizlar ham ko'rib o'rganib olsanglar bo'ladi. Hop, bu smartfonimiz hozir o'zimiz Toshkentda men turadigan joyda narxi 2,5 milliondan 3 million 200 ga boryapti-da. Bemalol shunaqa narxda yaxshi, cho'tki idealnilarni topsanglar bo'ladi. Lekin o'tganda yaxshilab ekran yog'iga qarab, korobka dokumenti bilan olsanglar, shu ishlatganlardan keyin yana o'z narxiga sotib olsanglar bo'ladi. Hop, bolalar, unda keyingi smartfonimizga o'tiramiz. Hop, bolalar, keyingi smartfonimizga o'tadigan bo'lsak, bu smartfonimiz Xiaomi Redmi K60. Bu smartfon o'zining chiroyli dizayni va o'zini flagmanligi bilan taniq. Chunki flagmanni agar periodan tushunmaydiganlar bo'lsa, bu batareyaga ham zo'r degani, kameraga ham zo'r degani, o'yinlarga ham zo'r telefonlarni flagmanskiy telefonlar deydi. Hop, bu smartfonimizda batareya sig'imi 5500 mAh. Bu juda ham yaxshi degani, chunki PUBG ni bemalol 4-5 yo даже 5,5 soatlab o'ynasanglar bo'ladi. Agar ishlatmasanglar, vobshe 3 kunlab telefon zaryadga to'ldirmasdan turaveradi. Hop, bu smartfonimizda ham super charjingi bor, 67 vatli. Bu zaryadkasi bilan 0 dan 80 gacha 37 minutda, 0 dan 100 gacha 51 minutda oldirsanglar bo'ladi. Va bu smartfonimiz
Protsessori Snapdragon 7 Plus Gen 1. Bu moshniy protsessor bo'lib, o'zimiz tilda PUBG'da bemalol 120 FPS ochib beradi. Hech qanaqa prasatkalar bo'lmaydi. Ana FPS tushib ketishi, tashlab yuborishi, odamlar ko'p bo'lsa eventga tushsanglar, tashlab yuboradi-ku, unaqalar bo'lmaydi agar bitta temirlik kullar olsanglar. Xo'p, bu smartfonga yangilanish tezligi 120 Hz va bu juda ham yaxshi degani. Xo'p, mana smartfonni men hammalarga tavsiya qilaman, chunki masalan PUBG'ni tashlab qo'ysanglar ham kameraga ham bemalol ketaveradi. Hop, bu smartfonning narxi hozir o'zimizdan Toshkentda $280 dan $350 gacha bo'lyapti. Sizlar tarafda plus minus bo'lishi mumkin. Hop, bolalar, unda videomiz ham oxiriga yetib qopti. Hamma bilan ko'rishguncha deyman va bu videoga agar sizga video yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib qo'yishingiz chiqmasin. Xayr.